Bu farishta. Boshqalar hamma yomon. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh aytadilar, agar tilini tiymasa, tilini muhofaza qilmasa, tunlari namoz bilan qoyim bo'lib, kunduzlari roza bilan soim inson bo'lsa-da, u inson qiyomat kunida ziyon ko'rganlardan bo'ladi dedilar. Kunduz roza tutyapti. Kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilyapti, lekin tilidan odamlar, mu'minlar omon emas. Hech kim qolmaydi. Hali uni gapiradi, hali buni gapiradi. Hali ayollari gapiradi, hatto imom domlalar ham qolmaydi. Kim bo'lsa o'zi farishtadek hammani gapirib muhokama qilaveradi. Bu farishta. Boshqalar hamma yomon. Ashi g'iybat qilayotganda inson men undan yaxshiman deyotgan bo'ladi. Nima deyaptilar? Kunduzi ro'zador bo'lib, kechasi uxlamasdan ibodat qilsa ham, lekin tilini muhofaza qila olmasa, g'iybatdan, buxton, tuhmatlardan, yolg'onlardan saqla olmasa, u inson qiyomat kuni ziyon ko'rganlardan bo'ladi deb Umar ibn Abdulaziz aytib o'tyapti.